Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qiyomat kunida bo'ladigan hisob-kitobning ba'zi bir ko'rinishlarini o'qishda davom etamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Al-mukaffiruna humul muqilluna yawmal qiyamah. Ya'ni dunyo hayotida qo'lida moli dunyosi, davlati ko'p bo'lgan odamlar qiyomat kunida muqillun, ozlardan bo'ladi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, kambag'al odam bilan boy odamning qiyomatdagi tutgan manzilati bir xil bo'lmaydi. Puldor odamlar, moldor odamlarning darajasi pastroq bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, faqat Alloh taolo bergan boylikdan, yaxshilikdan Allohning roziligi yo'lida o'ng qo'li bilan ham, chop qo'li bilan ham, oldiga ham, orqasiga ham tinimsiz Alloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflaganlar bundan mustasno dedi. Ya'ni Alloh taolo bir bandaga davlatni bergan bo'lsa, shu bergan davlat bilan oxiratni sotib olmaydigan bo'lsa, oxiratga sarflamaydigan bo'lsa, boylarning darajasi qiyomatda pastroq bo'ladi. Qur'on bizga ana shu qiyomat kunida do'zax ahlidan bo'lgan ba'zi bir kishilarning o'rtasida bo'ladigan talashuv, husumatni bayon qiladi. Astagfirullah. Walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qawl yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Dunyoda inson biror bir ziyonga yoki bir musibatga kirib qolsa, albatta mana shu kirib qolgan qiyin ahvolini agar kimdir ko'rsatmasi bilan qilib kirib qolgan bo'lsa, shuni malomat qiladi. Seni aytganingni qilmaganimda, sen bo'lmaganingda, sen bilan bo'lmaganimda, shunda ikkinchi tomon aytadi, men seni majbur qilmadim-ku deydi. Qiyomat kunida do'zaxga tushadigan ikki toifadan biri-biri bilan husumatlashadi. Kim bular? Bittasi mustazafin bo'lgan, dunyoda erkiganlar, ikkinchilari qo'lida mansab bo'lgan, puli bo'lgan, odamlarga ta'sir o'tkazish imkoniyati bo'lib turib, odamlarni zalolatga yetaklaganlar. Ey Muhammad, agar siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kunida Parvardigor huzurida turg'izib qo'yilib, bir-birlariga gap qaytarayotganlarni ko'rsangiz edi. O'shanda bechora sanalgan, ya'ni ergashuvchi bo'lgan kimsalar mutakabbir kimsalarga, peshvolarga, agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar shak shubhasiz mo'min bo'lar edik. Senlar bizni aynitishgansan. Dunyo hayotida qo'lida katta imkoniyat bor odamlar bo'ladi. Qo'lida bir televideniya deysizmi, qo'lida dunyosi bor deysizmi, juda bir katta imkoniyati bor odamlar bo'ladi, insonlarga fasod fikrlarni tarqatadi. Fahshni tarqatadi. Zalolatni tashviqot qiladi. Ma'siyat bo'lgan yo'llarda juda chiroyli nomlar bilan, juda chiroyli bir qog'ozlar bilan o'rab chiroyli qilib ko'rsatadi. Madaniyat deb olib keladi, asli u madaniyat emas, najosat bo'ladi. Ayollarni gul deb qaraydi mana g'arbda tashviqotchilari. Gul nima? Gul ochilib yashnagan paytda odamlarga uni taqdim qilish kerak. Ayol kishi gul deydi, ko'rsatish kerak. Ayol kishi san'at deydi. Bizga ham shu fikrlarda olib kelib kelyaptiki, san'at qilib ko'rsatyapti. Islomda ayol kishi erkak kishini nomusi deb qaraladi. Erkak kishi o'zini nomusini qanday ehtiyot qilishligi kerak bo'lsa, ayolni ham shunday ehtiyot qilishlik kerak. Lekin ertaga kech bo'layotgan tashviqotlardan monovi moda, bunday qilsa bir zamonaviy bo'ladi, bunday qilsa yaxshi bo'ladi, to'g'riganligidan o'sha narsaga odamlar o'zlari bilmagan holda erchib ketadi. Qiyomatda mana shu erchiganlar, senlar mana shunaqa qilib bizni boshimizni yangitmaganingda erchimas edik, biz mo'minlardan bo'lardik deydi. Agar fitnalantirib bizni fahsh tomonga burmaganinglarda, tashviqotlar bo'lmaganda, bizlarga noto'g'ri yo'lda taqdim qilinmaganida, noto'g'ri falsafalarni taqdim qilmaganinglarda biz to'g'ri yo'lda bo'lardik deb malomat qilishgan paytda endi mutakabbir bo'lgan, shularni yetalagan peshvolari o'zlarini oqlab aytadiki, qolallazina istakbaru lillazina istud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ibadi izja'akum bal kuntum mujrimin. Ular aytadi, mutakabbir kimsalar, bechora sanalgan kimsalarga qarab, sizlarga hidoyat kelgandan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi? Yo'q, o'zlaringiz jinoyat qiluvchi bo'ldingiz. Biz sizlarni bo'g'ib yetalaganimiz yo'q. To'g'ri yo'l, agar ertaga sizlarni bu yoqqa targ'ib qilgan bo'lsak, Allohning to'g'ri bandalari ham bo'lgan u. Ana shunday zamonda yashab, taqvoda, ibodatda yashagan kishilar ham bo'lgan u. Nimaga ularda qabul qilmadinglar o'zinglar? O'zinglarga malomat qilinglar deydi. Demak, bu atrofda bo'layotgan fisq fujur bizni
chiroyli qilib ko'rsatyapti, shu narsani ergashinglar deyapti, hech kim bo'ynimizdan tortmaydi. Hatto shayton alayhillani qiyomat kunida hisob-kitob bo'lib, do'zaxlar do'zaxga, jannatlar jannatga kirib ketgandan keyin do'zaxda iblis Ibrohim surasida keladi bu qissa. Inshaalloh o'qiymiz uni ham. O'tdan bo'lgan minbarga chiqib turib, va'z o'qiydi jahannam ahliga. Va ma kana li alaykum min sulton. Meni sizlarni ustingizda qo'shimchiligim yo'q edi. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Men faqat da'vat qilib qo'ydim, sizlar ergashdinglar. Fala talumuni va lumu anfusakum. Meni malomat qilmanglar deydi. Molmading degani bu, yurdasa ketaverasanmi degan. Har bitta odamga aqlni nimaga bergan? Idrokni nimaga bergan? Va qala allazina istud'ifu lil ladina istakbaru bal makru al-layli wan-nahar iz ta'murunana an nakfura billahi va naj'ala lahu andada. Endi bechoralar javob beryapti. Bu holat agar xayolinglar chachilib kelmayotgan bo'lsa, qiyomat kunida jahannamga tushadigan odamlar ikkiga bo'linib olib urushayotgan holati. Bechora sanalgan kimsalar esa mutavakkir kimsalarga yo'q, kecha kunduz qilgan makr hiylalaringiz bilan mu'min bo'lishdan to'sgan edingiz. O'shanda sizlar o'z makr hiylalaringiz bilan bizlarni Allohga kofir bo'lishga va u zotga o'zgalarni teng qilishlikka, sherik keltirishga zo'rlar edingiz. Kinoda, ashulada, kiyim-kechada, ko'cha-ko'yda, reklamada, modada ertamandan kechgacha biz ustimizdan makr qiluvdilar, topolmagan qoldi yo'limizni deydi. Birodarlar, Allohning zikri bo'ladigan mana shuni ilm majlisiga kelasiz, o'zingizni dazmollab turasiz. Bo'lmasam hayot g'ijimlar chiqarib yuboryapti. Endi mana shu zikrni eshitmayotgan odamlarning ahvoli nima bo'lyapti ekan? Ha, bizlar sizlarga ergashgan edik. Sababi sizlar erta-yu kech makr hilalar bilan bizni to'g'ri yo'ldan ko'rishdan to'sardingiz. Mansab yoki mol uchun yoki biror bir dunyo matohiga yetishlik uchun. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida ular, ya'ni peshvolar ham, ergashganlar ham ichlaridan nadomat qiladilar. Va biz kofir bo'lgan kimsalarni bo'yinlariga kishanlar soldik. Ularga faqat o'zlari hayoti dunyoda qilib o'tgan qilmishiga yarasha jazo berdik. Qiyomat kuni bo'ladigan hisob-kitobda qonun qoidalari bor. Mabodi ususlari bor. Mana shu qoidalarning birinchisi adolat. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo qilsa hech kim zulm qilmaydi. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha va tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat va hum la yuzlamun. Har bir jon faqat o'zini o'ylab himoya qilib qoladigan va har bir jon qilgan amalining mukofotini to'la oladigan hamda ularga zulm qilinmaydigan kunni eslang. Ertaga keladi bu kun. Luqmon Hakim o'zini o'g'liga nasihat qilib aytar ekan: "Ey o'g'ilcham, shak shubha yo'qki, agar xardal o'simligining urug'idek bir zarra yoki bir yaxshi yomonlik qilinsa, bir zarra yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa, bas u amal biron xarsang tosh ichida yo osmonlarda yoki yer ostida bo'lsa, Alloh o'shini keltirur. Zarracha yaxshilik qilsanglar, agar bu yaxshilik toshni ichiga kirib ketgan bo'lsa ham, osmonga chiqib ketgan bo'lsa ham, yerga kirib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo olib kelib hisob-kitob qiladi bu narsani. Esimizdan chiqmasin. Birovni dilini ortib qo'yapsizmi? Bu ham bitta zarra. Birovga tabassum qilib qarab qo'yapsizmi? Bu ham bitta zarra. Yuring namoz o'qigani dedingizmi? Bu ham bitta zarra. O'qiysan endi, qo'y endi dedingiz. Bu ham zarra. To'planadi birodarlar. Innalloha la yuzlimu misqala zarra. Alloh taolo shubhasiz birovga zarra vaznicha zulm qilmas. Agar zarracha yaxshilik bo'lsa, uni bir necha barobar qilib Alloh ziyoda qilib berar. Allohning karimligini ko'ringlar birodarlar. Zulm qilsang, gunoh qilsang, gunohingga yarasha jazo olasan. Agar jitta yaxshilik qilib qo'ysang, ko'paytirib beraman dedi. Mana keyingi oyatga quloq solamizda Alloh taolo insonlar ustida qanday bir adolat bilan hukm qilishligini bir tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Va man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Mana naqira degan so'zga qarab chiqamiz. Naqir degani xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, kimda kim mu'min bo'lgan holida yaxshi amallardan qilsa, ana o'sha kishilar jannatga kirurlar va ularga naqirchalik ham zulm qilmaymiz deydi Alloh.
Naqir nima edi? Mana hammalar xurmo yegansizlar. Danaga chiqadi, danagining ustida nafis pardasi bo'ladi, plyonka. Shu plyonkaning olib qarasangiz, chiziqlari bor. Shu chiziqda bittasini tolsangiz sug'uriladi. Ana shu chiziqdagi, ana shu mayda pardadagi chiziq naqir deylar ekan. Ya'ni xurmo danagining qancha vazni bor? Ustidagi pardasining qancha vazni bor? Endi uning ichidagi kichkina chiziqda qancha vazni bor? Alloh taolo mana shuncha ham zulm qilmayman sizlarga deydi. Qiyomat kunida Alloh taolo mukammal adolat bilan hukm qiladi. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Avvalgi suhbatlarimizda aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyiga bir tilamchi tilanib keldi. Oysha onamiz uydan hech narsa topolmadi, bir dona uzum olib chiqib berdi. Bir dona, shingilmas. Ya'ni biz mensimaymiz, nima endi bir dona uzum. Lekin zarracha yaxshilikni ham, zarracha yomonlikni ham hisobi borligi iymon keltirgan kishilar bir dona uzumni olib chiqib berdi. Haligi tilanib kelgan odam hali uzumni olib turib qarab, "Ha bu dedi, nubuvat uyidan shumi?" dedi. "Men shu uylarni" dedi. Deganda Oysha onamiz aytdiki, "Axir eshitmaganmisan? Bas kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'rur, zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur" degan. Bilasizmi qancha zarra bor bunda deydi. Biz gunoh deganda shu katta bo'lgan ishlarni gunoh deb tushunamiz. Birovning pulini yeb ketsangiz, birovni burnish ursangiz, birovni bir haqorat qilsangiz gunoh deysiz. Ungacha bo'lganlari-chi? Farzandlar otasi oq qildim demaguncha oq bo'ldim deb o'ylamaydi hech kim. Bizni xalq yaxshilab bilib qo'ylar yoshlar. Hech qachon bilmadim endi bir iskurchitinli holatlarda oq qildim deb o'rnasa, bizni o'zbek xalqimiz hech qachon bolasini oq qildim demaydi. Vallohu alam. Lekin dilini og'rib qolganligi oq bo'lganligingizga kifoya qiladi. Bilamizmi shu narsani? Birinchi qoida adolat. Qiyomat kungi hisob-kitobning qoidasi adolat. Ikkinchisi bir odamning gunohiga ikkinchi odam javobgar bo'lmaydi. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Har bir jonning qilgan gunohi faqat o'z ziyoniga bo'lar. Hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon o'zga jonning yukini, ya'ni gunohini ko'tarmas. Keyin Parvardigoringizga qaytishingiz bor, bas u sizlarga ixtilof qilib o'tgan narsalaringizni xabarni berar. Meni bo'ynimga qilaver deydi. Men javob. Gunoh meni bo'ynimga qilaver deydi. Seni bo'yningga bo'ldi. Sen nima deyapti Alloh? Gunohni qildingmi? Hech qachon bo'yniga ko'tarmaydi u deydi. Ota bolaga, bola otaga, er xotinga, do'st do'stga gunohni ko'tara olmaydi. Esimizdan chiqmasin. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi va man dalla fa innama yadhillu alayha va la taziru waziratun wizra ukhra va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kim hidoyat yo'liga yursa, bas o'zi shu yurar. Kim hidoyat yo'lidan ozsa, u ham o'z ziyoniga bo'lar. Alloh taolo hech kimga bir elchini yubormasdan turib baloni yoki jazoni bergan emas. Elchi deganda albatta biz payg'ambarni tushunmaylik. Bitta odam kelib turib, arag'ing tasha dedimi? Bitta elchi keldi. Bu ishingda ketsang oxir yaxshi bo'lmaydi dedimi? Bitta ogohlantiruvchi keldi. Hech kimga Alloh tomonidan ogohlantiruvchi kelmasdan turib, Alloh taoloning jazosiga tortilmaydi. Bu manhaj bir odam ikkinchi odamning gunohini ko'tara olmaydi degan manhaj Odam alayhisalomdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomgacha qancha payg'ambar kelgan bo'lsa, hammasini shariatda aytilgan narsa. Ya'ni birovning gunohini ko'tara olmaydi. Yoki unga Musoning va ahdiga vafodor zot bo'lgan Ibrohimning sahifalaridagi so'zlar xabari berilmaganmidi? Hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon o'zga jonning yukini, ya'ni gunohini ko'tarmas. Demak, hamma payg'ambar shu gapni aytib kelgan. Demak, Iso alayhisalomga ergashib degan nasroniylar ham bilib qo'ysinki, Iso alayhisalom xuddi shu gapni aytgan. Birovning gunohini ko'tara olmaydi. Endi birovning gunohini ko'tarmasligiga Alloh taolo ba'zi bir kishilarni mustasno qilgan. Ya'ni shunday odamlar borki, boshqalarning gunohini ko'taradi. Kimlar bular? Va la yahmilunna asqalahum va asqalan ma'a asqalihim va la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Albatta ular o'zlarining yuk gunohlarini ham, u yuklar bilan birga boshqalarning yuklarini ham gunohlarini qiyomatda ko'tarur. Qiyomat kunida o'zlari to'qib olgan yolg'onlar to'g'risida so'ralur. Kim endi ular?
liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah va min awzaril ladina yudillunahum. Ular bu yolg'on so'zlarni boshqa odamlarni yo'ldan ozdirish uchun va oqibatda qiyomat kunida o'zlarining barcha gunohlariga hamda o'zlari jaholat bilan yo'ldan ozdirgan kimsalarning gunohlaridan ham bir qismiga javobgar bo'lur. Payg'ambarlarning qissalariga quloq solgan bo'lsak, Qobil bilan Hobil qissasida Qobil ukasi Hobilni o'ldirdi va zulman odamni o'ldirildi. Birinchi marta qotillik bo'ldi. Qiyomatgacha zulman bir odam ikkinchi odamni o'ldirar ekan, mana shu gunohdan sodir bo'lgan gunohdan bir ulush Qobilga borib turadi. Kim yomon ishni sunnat qilib qoldirib ketgan bo'lsa, odamlarga kashf qilib, yangilik qilib olib chiqib tashasa, odamlar aytsa, shu odamlarning qilgan gunohidan shu gunohni paydo qilganga ham ulush boradi. Biz shunaqa bir yomon ishlarni targ'ib qilyapmizmi, qilmayapmizmi? O'zimizga savol beraylik-da. Bir odam yaxshilikni tashviqot qilib boshlagan bo'lsa, odamlar shu yaxshilikning orqasidan erchib, savob hosil qilsa, savobidan boradi. Qo'lida davlati bor akalarimiz yaxshilab eshitib turinglar. Isrofgarchilikni kim o'ylab topyapti? Boylar. Uning orqasidan kim erchyapti? Kambag'allar. O'sha boy qilib bergan latta puttasini, temir tesagini qilib olmay qolgan paytda kambag'al ota qizini haydab o'rayotganda uylar buzilib, fasod tarqayotganligi kim orqali bo'lyapti? Shuning uchun qo'lida davlati bor odamlar birinchi mana darsimizda aytdik, yaxshilikni qilib qolinglar, bo'lmasa qiyomatda darajalar past bo'ladi dedik. Xotinlar qiladi bu narsani, esimizdan chiqmasin. Erkak kishi osongina o'tkazib qo'yishni xohlaydi marosimini, yengil qilib. Lekin xotinlar bunga ko'nmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan: "Ya Rasululloh, siz o'tib ketganingizdan keyin bizga yerni tagi yaxshimi, yerni usti yaxshimi?" deyshgan. Rasul aytganlarki, agar podshohlar odil bo'lsa, boylaringlar saxiy bo'lsa, ishlaringlarni maslahat bilan qilsanglar, erkaklar, sizlarga yerni bu yerda yaxshi degan. Agar podshohlar zolim bo'lsa, boylaringlar baxil bo'lsa, ishlaringlarni xotinlar bilan maslahat qilib qoladigan bo'lsanglar, sizlarga yer tagi yaxshi degan. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar yaxshilab bilib qo'ysin, orzu havas va hokazo. Lekin siz qilib bergan narsani nariga kambag'allik qilaman deb qiyinchilikka kiryaptimi? Demak, yomon sunnatga yo'l qo'yyapmiz. Agar shuni orqasidan gunoh sodir bo'ladigan bo'lsa, bizga ham shu narsadan ulush bor. Qayerdan kelyapti? Bu ma'ruzalarda eshityapmiz. Masjidga kelayotgan xotakalarni qilayotganligini eshityapmiz. Masala eshitayotganlarda. Bu ma'dan kelib ma'dan chiqib ketyapti-kan u. Esimizdan chiqmasin birodarlar, zarra vaznchi yaxshilik bo'lsa ham, yomonlik bo'lsa ham ko'rasizlar deyaptimi? Al-mukaffiruna humul muqilluna yawmal qiyamah. Dunyosi ko'p bo'lgan kishilar qiyomatda darajasi past bo'ladi deyapti. Bir marta qilmayman shu narsani deb ko'raychi nima bo'lar ekan? Qilmayman deb ko'raychi, bu hukm chiqariladigan mahkamadagi 3-qoida banda qilgan amallarini yozilgan kitob holatida ko'radi. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayr muhdara va ma amilat min su tawaddu law anna baynaha va baynahu amadan ba'ida. Har bir jon o'zi qilgan yaxshi amallarini hozir va nozir holda ko'radigan, yomon amallarining esa olis-olislarda qolib ketishini istaydigan kunni eslanglar. Alloh sizlarni o'zining azobidan ogoh qilur. Alloh bandalariga mehribondir. Alimat nafsun ma qaddamat va akharat. Ana o'sha kunda har bir jon o'zi hayoti dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va o'zidan keyin qoldirgan barcha narsalarni, yaxshi yomon amallarni bilur. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.